Сегодня я с таксистом поиграю в пул. Taksi haydovchi bilan pul o'ynayman. Assalomu alaykum. Aka, vaqtingiz bormi hozir? Qarang, 200 ming beraman sizga srazu. Hozir bu pul o'ynashga boramiz. Pul o'ynash bilasizmi? Pul, bilyard. O'ynash bilasizmi? Yo'q, qarang, agar yutsangiz, uni ustiga sizga yana 200 ming beraman. Bilmaysizmi? Ismingiz nima? Mayli, попробуйте. Hech qachon o'ynamaganmisiz? Mana birinchi marta. O'ynashni bilmayman. Mayli, sizga o'rganib qo'yaman. Agar yutsangiz yana ustiga beraman. Может быть, вам везет. Nimaga unaqa aka? Просто так. Zakazim bor edi, tashab. Atni qilmaysizmi? Dastavka edi, shuni tashab olishim kerak anaqaga. Mayli, qilinglar. Bodamzor. Ketdi dastavka qilamiz. Keyin qaytamiz. O'zbekistondagi estradadan qizlardan kim eng yaxshi ko'radigan artist sizda? Instagrammi? Ha. Munisa Rizayeva Instagram. Привет, Munisa, можешь говорить? Bo'ldi, topdik. Доставка. Bo'ldi, mission completed ekan, ha? Yaxshi komandamiz. Voy. Sразу urdingizmi? Ha, o'ynashni bilasiz, aldoqchi. 1-0. 2-0. Kino bilan to'ttil oldindalar. Точно birinchi martami? Adavotsa. Qanaqa qilib shunaqa urishni bilasiz? Sizdan ko'ribdi. 2-1 bo'ldimi? Yo'q. Oq tushdi. Ha, 3-0 bo'ldi, yutkizdingiz. Lekin qora yaxshi tushib qo'ydingiz. Birinchi martaga zo'r o'ynayapsiz. Yutmadingiz, lekin baribir bu sizga aka. Dushi. O'nga uchun rahmat. 3-0 yutdim. Keyingi safar trenirovka qilib revansh oladi. Tayyorlanib kelamiz. O'zbekistonda. Rahmat sizga. Endi keyingi ikkinchi частьda tog'ga chiqamiz. Ha? 2 yoki 3 oydan keyin. Bo'ldi. Rahmat. Amirsoyga chiqamiz.